Bu abadokni yasash uchun 1 yil vaqt kerak bo'ladi. Bu abadok 100% qo'l ishida yasalgan. Keling sizga bu jarayonlarni tushuntirib beraman. Hazırlashdim 1 yil emas, 1 kunda bemalol yasashingiz mumkin. Bu turdagi abadoklar sim, smola va xrustallardan tashkil topadi. Simga shunday shakl berib, kerakli gul yoki barg holatiga keltiriladi. Erkin ijod bo'lgani uchun xohlaganingizdek qilishingiz mumkin. Xuddi shishadek chiqadigan vitral smolaga botirib olinadi. Gubka yoki oazisga mana shunaqa qilib qadab chiqiladi. Ustidan esa kerakli lak surtiladi. Bu usul orqali xohlagan narsangizni yasashingiz mumkin. Abadok, diademalar, ziraklar. Uyda o'tirib oyda $300 dan $1000 topishni xohlasangiz, taqinchoq hunariga sizni taklif qilaman. O'zingiz sevgan hobbini bajarish bilan birgalikda shaxsiy brendingizni yaratishni o'rganasiz. Mani ismim Farida Baxtiyorovna. Taqinchoq yasash sohasida 7 yillik tajribaga egaman va Xrustal by Farida brendining asoschisi hisoblanadi. Taqinchoq biznesini boshlamoqchi bo'lsangiz, quyidagi telefon raqamlariga yoki Telegramdan kurs so'zini yozib qoldiring yoki Xrustal dasturiga kirib darslarni ko'rishingiz mumkin.